Viloyat oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi va Nurobod tuman hokimligi tomonidan ilm-fan yutuqlari hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy muammolariga ilmiy tadqiqot natijalarini joriy qilish, aholini zamonaviy tadbirkorlikka o'qitish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va daromadlarini oshirish bo'yicha ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Nurobod tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorda aholini ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish orqali kambag'allikdan chiqarish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida seminar bo'lib o'tdi. Tuman tashkilot rahbarlari, dehqon xo'jaligi, tomorqa yer egalari va chorvachilik xo'jaliklari mutasaddilari, mahalla fuqarolar yig'inlaridagi hokim yordamchilari hamda ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan kambag'al oilalar vakillari ishtirok etgan mazkur tadbirda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Nurobod tumanida amalga oshiriladigan ishlar muhokama etildi. Bu ko'rgazmali seminarimizda o'sha loyihalarni qanday yutish imkoniyatlari, o'sha loyihalarni Nurobod tumanida amalga oshirish mexanizmlari, ya'ni o'sha har bir yoshlarimiz yoki kambag'al oila a'zolarini zamonaviy tadbirkorlikka o'qitish masalalarini muhokama qildik. Bu bo'yicha o'sha oliy ta'lim muassasalaridagi professor o'qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar tomonidan o'quv seminar tashkil etib berildi. O'sha o'quv seminar davomida yangi o'zini tadbirkorligini boshlayman, startapchi bo'laman, ya'ni ilmiy ishini amalga oshiraman degan qiziqishi bo'lgan oila a'zolariga biz keyinchalik Samarqand viloyati yoshlar texnoparkida tashkil etilgan InnoX dasturida 3 oylik mobaynida o'sha startap loyiha nima, startap loyiha qanaqa shakllantiriladi, grant yutish jarayonlari qanaqa bo'ladi, shu bo'yicha umumiy tushunchalar beriladi. Umumiy xulosa qilib aytganimizda bugungi o'tkazilgan seminardan barcha uchun manfaatli bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari o'sha Nurobod tumanini driver sohasidan kelib chiqib, qaysi loyihalarni amalga oshirsa bo'ladi, shu bo'yicha o'sha kambag'al oilalarga o'z tushunchalarini, yetarlicha ma'lumotlar berib o'tdi. Seminarda shuningdek ilmiy tadqiqot institutlari hamda oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari tomonidan tumandagi mavjud muammolarni bartaraf etish, ilg'or ilm-fan yutuqlari hamda startap bo'yicha loyihalarning ham taqdimotlari o'tkazildi. Nurobod tumani asosan yer osti suvidan ishlatadi. Yer osti suvlari bugungi kunda bu hudud uchun oltindan ham qimmatroq narsa deyishimiz mumkin. U hattoki chorvachilikda ham va dehqonchilikda ham barcha sohalarda juda muhim. Afsuski, yer osti suvlar qatlamlari haqidagi ma'lumotlarni oddiy xalq yoki oddiy fermerlarimiz to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaydi. Bizlar aynan shu bo'shliqni to'ldirishlik uchun, mana shu yerdagi yetishmagan muammolarni yechib berishga harakat qilishlik uchun, ko'maklash uchun kelganmiz. Bu yerda Samarqand davlat universiteti jamoasi alohida bitta grant yutilgan edi. Bu grantning nomi Nurobod tumani yer osti suvlarining interaktiv xaritasini yaratish bo'yicha. Bu xarita nima uchun mo'ljallangan aslida? Ya'ni yer osti suvi qatlamlaridagi joylashgan xaritani qo'lingizda xohlasangiz telefonda, xohlasangiz kompyuterda ko'rib, bor yo'qligini aniqlashlik uchun. Bizlar aynan shu yo'nalishda ketganmiz. Bu bo'yicha Innovatsiya vazirligi tomonidan 636 million so'mlik grant ajratilgan. Va shu grantni amalga oshirishda Nurobod tumani hokimiyati bilan birgalikda shu yerda mas'uliyati cheklangan jamiyat ochilgan. Mas'uliyati cheklangan jamiyatning nomi Nurobod gidrogeolog deb nomlanadi. Hozirgi kunda olib kelingan apparatlarimiz shu yerda joylashtirilgan. Hozir shu yerda turibdi hamma narsamiz va bizlar ikkinchi bosqichni boshladik. Ya'ni hududlarni skanerlash bo'yicha. O'sha olingan grant doirasida bizlar 8 ta hududda quduqlarni qazib berish rejalashtirganmiz. Bu quduqlar asosan foydalanish uchun emas, ko'proq doimiy o'sha nazorat qilib turishligimiz uchun. Darvoqe, seminar ishtirokchilari ta'kidlaganidek, ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlabgina qolmasdan kambag'allikni qisqartirishda ham muhim ahamiyatga ega.